Qashqadaryoda 14 yoshli qizni zo'rlaganlikda gumonlangan 4 kishi ushlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda aynan ushbu xabar shov-shuvlarga sabab bo'lmoqda. Haqiqatan ham Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida voyaga yetmagan qiz 4 nafar yigit tomonidan zo'rlangani aniqlandi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov Nemalchi uz so'roviga javoban holat sodir bo'lganini tasdiqladi. 2026-yil 7-iyun kuni Yakkabog' tumanida 23, 22, 21 va 20 yoshli 4 nafar yigit 14 yoshli qizni Damas'ga mindirib, dalaga olib borib zo'rlagan. Voqea joyi Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov-tezkor guruh tomonidan ko'zdan kechirilib, ish uchun ahamiyatli bo'lgan ashyo va dalillar olib qo'yilgan. Shuningdek, sudga oid tibbiy, biologik hamda psixologik ekspertizalar tayinlangan. Mazkur holat yuzasidan 8-iyun kuni Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 29-iyun kuni esa jinoyat ishi Jinoyat kodeksining 118-moddasi 3-qismi A bandiga qayta malakalanib, gumonlanuvchilarga mazkur modda bo'yicha ayblov e'lon qilingan hamda ular protsessual tartibda ushlangan. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, jinoyat ishi tergov departamenti tomonidan nazoratga olingan. Bolalar ombudsmani ham holatni nazoratga oldi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi voyaga yetmagan qizga psixologik xizmat, uning onasiga esa yuridik xizmatlar ko'rsatilganini ma'lum qildi.